Ko'knovdagi qora qalamchani ulash amaliyoti. Mana bu yerda mana talonimiz nihoyatda, demak 6-chi, bu yerda 03 yozilgan, xato yozilgan. O'zi asli 04, ya'ni 6-aprel kuni ulama qilingan. Mana bu ko'knovdamiz hali yetilmagan, yumshoq, suvli novda edi. Mana tajribamiz. Hozircha bir 6 tami 7 ta ulama bo'lgan. Birinchi bo'lib taldun o'zining nishonasini ko'rsatdi. Demak, xulosa shuki, ko'knovdani pishishini kutib o'tirmasdan uni aytaylik vegetatsiya bir o'rtalar boshlarida, endi shu taxminan bir qarich 30 cm bo'lgan holatda qora novdani ulab olsa ham bo'laverar ekan. Mana bugun 25-aprel, demak 19 kunda o'zini birinchi bo'lib ko'rsatdi nishonasini. Endi mana bu yerda mana burgut tili ham ulangan. Bu ham xuddi o'sha kuni 6-aprelda. Bunda hali harakat qilmoqchi bo'lyapti, lekin yurib ketgani yo'q. Bundan tashqari mana avtograf hali yo'q. Mana bu yerda mana Aziyada ozgina bor. Mana bu kurtaga e'tibor bersalaring. Chiqdi, mana tagidagi kurtaga yurgan qopti. Aziyani. Demak, ikkinchisi. Endi pastda yangi bu navlar hozircha yo'q boshqa. Mana bu yerda mana Zevs ulangan, uni ham mana kurtaga qarasan. Mana. Uni ham yuryapti. Demak, shunaqa xudo xolasa qo'rqmasdan ulasa bo'laverar ekan. U haligi may oyini kutib o'tirmasdan, eslaringda bo'lsa bir 1 yil 2 yil oldingi video roligimda aytgan edim. Ko'knovdani 3-4-bandini kesganingizda ichida oq halqa paydo bo'lsagina qora novda ulansa yaxshi natija beradi degan. O'sha hozirgi xulosani endi hozir bir yangilaydigan bo'lsak, o'sha oq halqani kutmasdan ham, demak, ko'kligida, suvligida ulab olsa bo'laverar ekan. Hammani dehqonchiligiga barakotlar tilayman. Alloh o'zi qo'llasin barchamizni. Alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.